Muattarxon garchi shundoq deb Ne'matning palti kakisini qaqtirib, bizini yondirib chiqarayotgan bo'lsa-mu, necha kunlargacha g'alidil bo'lib qoldi. Kechalari uyg'onib ketib, xiyolga patadigan, qo'ygan putkunni bilmaydigan, yumshoq badaniga qandoqdir siliq, ammo chin tanlar tekkandek tatliq shurgunib ketadigan alomatlar yuz berdi. Shuningdan tartib Ne'mat bu uyga ancha kelmaydigan. Tasoddifiy biror ish bilan yo'liqib o'tganida Muattarxonning bahrini ochadigan, sunuq ko'ngliga malham bo'ladigan bir necha yig'iz dabdabalik chaqchaq hazillarni qilib qo'yatdi. Ammo heliqidek odamning ko'nglini parokanda qiladigan, tunlab o'yga soladigan gaplarni qilmaydigan bo'ldi. Shundoq Muattarxon qancha ta'ma qilib baqdi. Lekin Ne'matdan undoq gap chiqmadi. Mana bugun ikkinchi qatim erim davarmamsiz degan so'zi uni ko'klarda parvoz qildiradigan bo'lsa-mu, balonlarning cho'ng bo'lib qolganligi. Al-mahalning so'zidan qo'rqdi. Yo'q, muhimi Ne'matning g'o'lchilik bo'lib qolishi uning jahlini qatirib tanlari kuzmaydi. Ha, Muattarxon, jimib qoldingiz-ku. Ne'mat vallada qarab qo'ydi. Men sizga tikkalgidek gap qilmagandim-a? Yo'qsa Ne'mat jo'rin, yosh umringizga degan so'zingiz meni o'yga solib qo'ydi. Muattarxon hasratlikini kulib qo'ydi. O yoshlik nada qoldi? Men nada qiyirib ketdim. To'v qildim. Men 48 kirgan turug'liq o'zimni yosh yigitlarga tan qilmayman. Ne'mat tuz ko'ngli bilan kulib o'tdi. Siz mendan 2-3 yosh kichik tursangiz, nadin kelgan qiyirliq u? Bilsangiz, sizning raso guldek vaqtingiz. Ikki o'g'lingizni o'ylab, uy ayirib berib, onda sizni hamrohlik bo'lib eling. Sabohat bo'lsa kichik, qandoq Anzar, Abdusamatlarning loyiq bormikin? Voy jo'rin, u gaplarni so'ramang. Anzar qiz apqachib yuzimni toplimi tezak qildi. Muattarxon michchidi yig'ladi. Sabohatning deyishiga qaraganda Abdusamatning loyiqi bor o'xshaydi. Mana demadimmi? Ikkisining shoq-shoqli to'yini qilib olsak bo'lmadimi? Ha? Anzar apqachib kelgan qiz hozir o'ydimi? Yo'q, o'z uyida. Men o'g'limning u qiz bilan to'y qilishi qo'shilmay turaman. Muattarxonning Gulbonimni g'o'lchilikkan deyishga tili ko'ydi bo'lg'ay, Gulsumxon bilan Ma'rif Temirchining tegining yaxshi emasligi, ish o'qitining tayini yo'qligi, keyincha Anzarga yuk bo'lib qoladiganligini zardis qaynagan holda xeyli ko'p turib so'zladi. Bu ishlardan allaqachon xabar topgan Ne'mat so'g'uqdan kulib qo'yib oxirgacha angladi. Qizning ish o'rni yo'q, bekor ishgan. Onasi bo'lsa tul xotin bo'lib ko'ch supirdigan tozliq ishchisi ekan. U ozg'ina maoshi bilan 4 jonni tumshiq terib, orolni qamdab ketib etibdi. Bu oila oxir berib Anzarga yuk bo'lib qoladagandek turdi. Qizning dadisi 7 xotin olgan, rosa xotin purish bir nima ekan. U qilmagan nashayan ishlar qolmagan, mussiz bir maxluq ekan. Hamman aniqlab keldim. Muattarxonning so'z o'ranidan uni qoyil qilish mumkin emas taqqilatdi. Anzarning aytishiga qaraganda, onasining bu haqda qasam qilganligi ham o'lib olaman deganligi Ne'matni cho'chitib qo'ygan edi. Shunga uningga pandi nasihat qilgan bilanmi, xuddi o'likka Yosin o'qigandek, eshakning quliqiga satar chalgandek bo'ladiganligini tushungan Ne'mat Muattarxonga qo'rqoq selish orqali masalani hal qiladiganligiga ko'zi yetdi. Muattarxon, sizni xili aqlli, o'shar ayol deb o'ylaydim. Ahli komitetida tarbiya xizmatini ko'p ishlagan Ne'mat so'zga chivar edi. Lekin bir cho'ng xatolikqa qadam opsiz. Chatoq, besh chatoq bo'pti. Nima chatoq? Qanday xatolik ekan u? Muattarxon cho'chib qaradi. Qiz agar sudga da'vo qilsa, qanday qilguliq? Anzarni qo'lga oladi shu. Nima? Muattarxon qo'rqib ketdi. Shundaqmi bo'ladimi? O'ylab baqing.
Qiz Anzar meni olaman deb ap qochgan. Lekin u iffat nomusini dafsanda qilib bo'lib, onam unimidi olmayman deb turib oldi desa, Anzar qonun bo'yicha kesilib ketdi. Chunki bu aldab ap qochish jinoyatiga yotadi. Voy xudoyim, siyosatning bundoqni inchki yerlari bor ekan, ha? Endi qanday qilg'uliq? Buning boshqa amal chorasi bormidi? Ular to'y qilishdan boshqa chora yo'q. Ne'mat maqsadni ochiqlab aytdi. Bo'lmasa ish yomonga o'rilib, Anzardan ayrilib qolasiz. To'y qilish? Muattarxonning shu hamon yuzini bulut qopladi. Oh xudo, shu divonlarning qizini ha? Muattarxonning siyoqidan gangirab qelish bilan billa delg'ulluq chiqib turadi. U hujumga o'tishning eng aplik fursati edi. Muattarxon, yapsam pishamo, ko'msam pishamo deb orsaldi bo'lmay, bir qarorga keling. Ne'mat hujumni cho'nquriltib darhol yolg'ondan birini to'qidi. Texman qo'lim qo'shlarning pitni ig'vosini deb ishonmay yuribdiman. Ularning deyishibdi. Anzar ap qochgan qizning onasi ketgan. Muattarxon tillab qo'g'li yetibdi. O ayol qizimning nomusini oqlash uchun sudga arz qilmasam bo'lmag'iday deb ketib qoldi deyishib yurishdi. Muattarxon garchi Anzarni qo'g'lab uydan chiqarib atganligi bilan uningga chidamaydi. Nimani bo'lsa bag'rini yerib tushgan bolada. U pit burgilarga yem bo'lib turmidi yotsa, uning yurak bag'ri o'rtanmasmi? Albatta, balaning tirnoqi kesilsa, onaning yuragi tilinmamdi. Shunga uni har qancha badal to'lisimi qutqizib olish kerak. Birdilla Muattarxon Gulsumxonning el jamoat oldida nikoh qilib, 1-2 oydan keyin ajrashtirib yetishga qo'shilmamla degan so'zlarini asga elish bilan uningdagi orasoldilik ko'tarildi. Bo'pti, otdig'ini to'yni o'tkazayli, ammo bir haftadan keyin ajrashtirib yetaman. Muattarxonning boshdagi so'zidan Ne'matning ko'ngli tingan bo'lsa-mu, ajrashtirib yetish niyati uni beorom qilib qo'ydi. Agar to'ydan keyingi vaqt ustida gap ochsa, nasab, yurtvozlik, manmanchilik qoldirib tutib teniga yomrab ketgan bu johil ayolni gumonga solib qo'yatdi. Shuni Ne'mat qani, avval to'y qilib olsin-chi, undan keyin bir gap bo'la, deb o'yladi. Ne'mat uzab chiqishi Anzardan ansirab qolgan Muattarxonmi kiyimlarini almashtirib, oldirab darvozani qo'lipladi. U Abdusamatni Gulsumxonning qishig'i avatib, to'y kunini bekitmoqchi bo'ldi. Anglayotganinglar Beli Qutordan anglatiladigan ovozliq asarlar sahifasi. 2 betali yosh bir haftalik to'y qildi. Buningdan Anzar bilan Gulbanum hasratda. Lekin parvoyi palak 2 ona o'z qalbinlaridan xushal. Muattarxon har nima bo'lsa o'g'limni turma azobidan qutuldirib oldim deb shodlansa, Gulsumxon qizining yuzini echib olganligidan ko'ngli amin topdi. Mana hash-pash degicha 4-5 kun bo'lib qoldi. 2 joy xotinning g'ovg'a ko'tarishiga hech qancha qolmadi. Anzar bilan Gulbanumning yuragi suv. Lekin Anzar o'zini tutib olgandek qiladi. Chunki to'y bo'ladigan kuni Abdusamatning aka, bir haftadan keyin qarab boq. 2 xotinga Xudoyim insof berib payli bo'shib qolsa taliying. Bo'lmasa, men ikkinglarni qochirib yetaman. O'nrang ba, nadir bo'lsa jon etalaysan, degan so'zlari uning yuragini butun qilib turadi. Anzar bilan Gulbanum kelish oldida turgan judolikning zahar so'qimi bilan Visolning shirin sharbatlarini qo'shib ichayotgan 5-kuni tushda Gulbanum orqa-orqadan quruq ho'y bo'lib, ko'zlaridan taram-taram yosh to'kildi. Qo'rqib ketgan Anzar uni darhol doktorxonaga tekshirtirib akatdi. Gulbanumning homildor bo'lib qolganiga 1 oydan oshgan edi. Bu xush xabar yosh er-xotinlarni qavatli xushal qilaverdi. Chunki har qanday o'rinlari bola tug'ilmag'icha ajrashtirmaydi.
Ammo bu xabar bolalarni ajrashtirib etish xiyolida betoqat bo'lgan ikki ona uchun xuddi men oldirayman mang'ili, ishkim oldiraydi yotqili degandek bir ish bo'ldi. Gulsumxon Anzarning degini bo'yicha udulla Ne'mat jo'rini izlab bordi. Ne'mat uningga qavatli obdash bo'pti, xotirjam bo'ling, men muattarxonga gapimni yegizalayman deb qaytirdi. Halal er-xotinlarga qismat doima yar yulakda bo'lamdi nima? Ansar bilan Gulbonimning qo'liga 1 yillik baxt tutqizildi. Ular xushalliqdan bir-birini quchoqlashib, yig'lashib ketishdi. Ular bu xushalliqni tabriklash uchun Ansar Gulbonimni velosipedga mindirib, Ili daryosi bo'yi soy quyilish eg'izidagi o'rmonliqqa keldi. Gerçi keşküz kirib qolgan bo'lsa-mu, Ili daryo vodisi o'zgacha latofatga kirgan edi. Sap-seriq sarg'aygan so'gat, ko'k teraklar, qip-qizil rangdari yov o'rik ham erg'ay yopirmoqlari, qo'ng'ir rang tovlangan archa, qirichin tallar, tizg'i cho'kib ketadigan yumshoq misil, to'rt quloqlar hodis go'zal manzirni hosil qilgan edi. Bo'libmi daryoning bo'linib oqqan taramlar o'ttirsida cho'qchaygan kichik orollar. Orollarni o'rib olgan qumush ham yekallar, bir-birini qo'g'lishib o'zib yurgan yova o'rdaklar kishini sehrlantirib, yurak torlarini titratdi. Lo'mshib eqiyotgan suzib daryo suyi hayot manzilini asq solatdi. Ömürmü şundaq oldiga oqatdiki, hargiz keyniga qaytmaydi. Bu haqda Ömer Hayyam hazratlari mundaq ma'lum qilgan edi. 1-2 kunlik ömür o'tdi darhol. Daryoda suv kabi ya cho'ldi shamol. Ketgan va kelmagan har 2 kunning g'amin yeb o'zingga bo'lmag'in zavol. Ansar bilan Gulbonim buk o'rmon ro'jaklaridan daryoning u qasnoqlaridagi xuddi qizil, seriq, oq, qo'ng'ir shalparlarni yeydivatgandek chotqonlarga, to'qayliqlarga, qop-qora qip-qizil mevalarni parqirtib tovlangan alaqat ham qaraqat tikanzorliqiga to'ymay qaraydi. Ili daryo vodisining bu ko'z manzirasiga qaragan siri odamning o'pkisi o'rilib, ko'zlariga yosh to'latdi. Shu oxirgi umrni yashab, shirtildab to'kilayotgan yaproqlar umr manzilingda besib o'tgan yo'llarini asq solatdi. Bu motanatlik dunyoga, quyoshliq osmonga, hayotliq to'lgan koinotga qarab to'ymaysan. Ras bu dunyoga kim to'yib o'tgan? 1000 yil yashagan Luqman hekimmi hayotliq ko'zi qiymay, o'limga hiylar qilib tikan qo'p. Ömer Hayyammi o'kinish ham hasrat ichida. Kelmak qo'lda bo'lsa, kelmasdim birdam. Ketmak qo'lda bo'lsa, ketmas edim ham. Bak yaxshi bo'lar edi bu g'amxonaga. Kelmasam, turmasam, kelsam, ketmasam. deb yezib, xushalliqidan xapaliq to'lib bu dunyoga to'ymagan ekan. Gulbonim, dedi Anzar ko'z manzirasidan ko'z uzmay. Hayot nima degan go'zal. Yashash qanchalik baxt-a? Shundaq buningga xotirjamlik qo'shilib ketsa. Gulbonim xiyolga patdi. Texmi ma'nilik bo'lg'usi. Rostaysiz Amirqim. Bizning qo'limizda yana 1 yillik xotirjam hayotimiz bor. Undan keyinchi irodamizga bog'liq. Bak besim ostida qolsak, yana qochimiz. Anzar bilan Gulbonim daryo sohillarini aylanib, egiz yor tagidagi chaqqong'ina buyuk archa o'rmonligiga keldi. Bir-biridan chiroyli rang olgan seriq, binafshi rang, qizil yo'pirmoqlarni terib bir-biriga ko'rsatishdi.
Anzar o'zi kichik, ammo sap-seriq ochimoq talalari qizg'uch bir archa yo'pirmoqini elib, bek chiroyliqkan deb suyimlik ayoliga berdi. Gulbanom uni eriga tuydirmay qo'lyog'lig'iga avaylab o'rab yanchuqqa silib oldi. Ular bir g'irich qilinliqda tushgan har xil yo'pirmoqlar ustida o'ltirishdi. Gulbanom sumkasidan to'qach, pechena, samsa, so'g'uq ichimlik qatorliq yemeklarni elib tizdi. Bir-biriga takallub qilmay yeyishdi. Ondan o'rmonni yana bir qatim aylanib qaytib ketishdi. Anzar sahar turib oshxonaga mangdi. U sahrodan qaytib kelgandan beri oshxonaning xo'jayinligini ustiga olgan edi. Oshxonaga selingan mablag'ning ko'p qismi Anzarning bo'lib, u yillardan beri topgan pulini inisi Abdusamatga topshirib keldi. Yana bir tarafdan Abdusamat akasining o'zidan aqlliq, eg'ir besiq, tajribali ekanligiga qoyil edi. Hashpash degicha dekabr oyining oxiri bo'lib qoldi. Bir kuni tushdan keyin xaridorlar selikkan chog'da Muattarxon oshxonaga kiyimlari jul-jul, o'zi yog'ochdek judang bir qizni boshlab kirdi. Uning kiyib olgan chitko'nligi bilan qora jildkisi xuddi kulgi puchlangandek kir va meynat bo'lib, mush tang-tang so'g'uqda putida yirtiq oq cho'qay turadi. Abdusamat bilan Sabohat uni oq seriq, bo'yi o'zgilan, yavash, muloyimligi yumloq qo'ng'ir qarchuqliq ko'zlaridan chiqib turgan qizga sinchilab qarab qoldi. Anzar o'ylangandan beri onasi uningga qaramaydi. Ham uni ko'rsila mijozi go'dalashib qoladi. Shunga u o'choq beshida ish qilg'ach, dar pardalik darizdan oshxonaga qarab qo'ydi. Bu qiz mahallimizda tilamchilik qilib yuribdi ekan. Muattarxon badam qapoqlarini suzib gap boshladi. Bola baqsammi, uy ishlarini qilsammi bo'ladi. Men ep qasila, mening qo'rsqim to'ysili bo'ldi. Ish haqi talab qilmayman deb yig'lab turib oldi. Shung oshxonada yugur yetim ishlarini qilsin deb qishinglarga akeldim. Uning ustiga bir yurtliq ekanmiz. Siz Qashqarlikmi? So'radi Sabohat qizning turqiga ichi og'rib. Ismingiz-chi? Qashqar Yenisardan, ismim Gulnisaxon. Otangiz yo'qmi? Abdusamat yondirib so'radi. Dadam bor, onam o'lib ketgan. Qizning ko'zlaridan o'yinchidek yoshlar to'kildi. O'gay onam pek sulum silib buloqliqimni qo'ymadi. Shun qichib chiqqan. Keyincha dadangiz kelib, g'o'g'a ko'tirsa qanday qilamiz? Ish ovqatga pishib qolgan Abdusamat oqibatidan ansirgan edi. O'z ixtiyorim bilan kelgan, da'vo dasturim yo'q deb tilxat qilib beramsiz. Xat bilmayman. Hay, nimancha vala asmoqchilab so'rab ketdim. Endi 16 yosh kirgan qiz tursa. Muattarxon o'rnidan turdi. Endi shundoq bo'lsin. Odam yetishmaydi deb qaqshaytimlar-ku. Men ketdim. Muattarxon o'zab chiqishi eshik orqasida turgan qizga tikilib qoldi. Qizning oppoq yumaloq yuzi so'g'uqda qizirib ketgan bo'lib, beg'irrang yumyoqligidan chiqib turgan bu jo'g'ir chochlarining uzun kirpiklarini qarov bog'lagan edi. Berna simasiga yepishib kelgan yeshil paltosi uni texmi o'maq qilib ko'rsatdi. Qiz yaqinliq kulib qo'ydi. Biroq o'g'lini necha qitim izlab kelgan bu qizga Muattarxon shundoq olaydiki, hech qanday ruhiy tayyorliqsiz turgan bechara qiz uduqqinidan ujuqib ketdi. Onasining orqasidan uzitib chiqqan Abdusamatmi dimiqib yerga qaradi. Muattarxon har ikkisiga ko'zlarini mixdaq qadab Dilxud xazinasi oldi. "Voy, opangizning alpozni bundoq yomon." Qiz uzab ketgan Muattarxonning orqasidan qarab qo'ydi. "Shunda qo'rqib ketdim.
yo bizning ishimizni bilib shunday qilamdi. Bilsa bilmamdi, chatqimiz nima? Abdusamatning onasiga xeyli ochiq kelgan edi. Oljib qolgan Sabra, oshxonada sampan deyishib qolgan. Shuning dardini olmamdi. Undaqdan sizni opangiz bilan tang turmasangiz bo'lmamdi. U degan ona tursa. Qiz Abdusamatning amalsizligidan degan yolg'oniga ishongan edi. Siz hargiz akangizga o'xshamaysiz. Mijozingiz chus. Qo'mashdek aytilgan oralda tursiz. Tek opangizni Sabra deb tillaysiz. Bo'ldi, xapoma. Qara, tomshiqlaringizdan do'msib ketganni. Qizning Muattarxondan adab yeb turib, yana uning tarafini olganligidan Abdusamat suyunib ketdi. Ha, Ro'shangul, kep qopsiz-ku. Men tek ishdan tushib sizni istab bormoqchi edim. Arzimasi bir ish qarang. Ro'shangul pisingildi kuldi. Yoshlar klubida bugun Kesh Pokistonning kinosi qo'yilgan. Borlimi? Borli. Men ishdan tushguncha bilet olib qo'ying. Abdusamat yanchiqqa qo'l solgan edi. Ro'shangul darhol uni to'sdi. Bo'ldi, menda bor. Bugun maoshim chiqqan. Meni bir mehmon qilay debsiz-da. Jinim, oltinim, oppuqim, onush. Abdusamat Ro'shangulning muzlab ketgan yumran inkin tutib erkilatgan edi. Qiz o'tgan kashkanlarga yaltidi qaradida uning qo'lini asta tushiribdi. Bo'ldi, satlashma. Qilin tarsa. Qiz ushshaq dasab ketib qoldi. Abdusamat uning orqasidan hijoyg'inchi qoldi. Ro'shangul rostaydi. Abdusamat aksiga hargiz o'xshamaydi. Anzar yavaş, muloyim, onasiga bo'lgan hurmat aqidasi cheksiz, oyog'ida qurt o'lmaydigan bola. Muattarxon varqirisimi, tillisimi, hatto qo'li tegib ketsimi, anikum deb bosh egib turadi. Ditiga yoqmaydigan gaplarni qilib, ta'turlik qilsimi, xo'sh, ana, sili, o'siri degandek takallub so'zlar og'zidan marjondek to'kilib turadi. Ammo inisi uningga hargiz o'xshamaydi. Abdusamat g'ururlik tegadigan gap so'zlar yoki aqliga sig'maydigan ishlarni ko'rganda, hatto onasiga yuz xotir qilib o'ltirmay, odamdek gap qilsalar ana, nimandaq palpatish gaplarni qildilar deyman, numus qilmamla. Qo'ysalar undaq gaplarni kim xushtar deb ko'rgaraydi. Agar uk-ikkisining mijoz xarakteri, xuy payli, yashash mezonlarini selishtirsangiz, Anzar tiniq ko'l suyi bo'lsa, Abdusamat shovqinliq daryo. Uning bir qo'lida o't, bir qo'lida suv. Aniqroq qilib aytganda, qahrimi bor, zahrimi bor. Qarang, 23 yoshlik bola bir oshxonni epi-jepi bilan boshqarib ketyapmamdi. U elim berim ishlarida kaskin bo'lib qolmay, balki ijtimoiy munosabatdami ochiq yo'ruq, tartinib, qo'rinib o'ltirmaydi. Kichkin manfaatni deb yolg'on so'zlamaydi. Ichida g'um saqlamaydi. Shun Abdusamat Ro'shangul bilan tunishib uzun o'tmayla, qasdan qashqarish yuzida so'zlab, "Xonim, samilarga sep qo'yay, men qashqarlik juma, keyinchi tuxumning seriqi ishki chiqib qilib, onam unimidi deb tilimizni chaylsak bo'lmaydi deyman," degan edi. Uningga javoban sho'x Ro'shangulmi, "Qashqarlik musulmonda yoki uyg'urcha gap qiladigan kofirmi? Mena o'zlari tumuchiqdek chiroyli kalla, tillari nimandaq yengil sesib." Bu gapni anglab Ro'shangul kulib, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. "Siz qashqarlikchi so'zsiz, ajab g'alati anglandi ekan. Men siz bilan turishgandan yoki uyg'urcha so'zlaytimiz. Ajaba bugun qashqarlikchi so'zlab qapsiz-ku?" Mana demadimmi? Qashqarlik uyg'ur bo'lmay nima u? Voy xudoyim, xo'jlikdek so'zlaytimiz demoqchi edim. Ro'shangul qizirib ketdi. Bir-birini yaxshi ko'rish degan yurt, millat, vatan ayirmaydi ekan. Men to'liq o'tir maktabda o'qigan chog'larimda bir kitobni ko'rgan. Manaka, shunday emasmi? Abdusamat qiziqchiligini to'xtatadigandak emas edi. O'zir tegman degandan keyin bo'pti ep qo'yay. Uni buni yeb, samirib qolala. O'ling, gap sesiq. Shu chaqda ikkisi tanni kulishib ketgan edi.
Mana qarang, ular o'tirisida na tartinish, na takallub, na sulkat yo'q. Aslida muhabbat o'z tabiiyligini, safliqini, rangdorligini saqlab qolganida ana shunday tatliq bo'ladi. Ammo Anzarning muhabbati o'zgacha nafs bo'lib, u xuddi yer ostidan sirg'ib chiqqan suzib buloq suvlardek yo'shirin, pinhon ham sirliq edi. Abdusamad aksi bilan Gulbonimning o'ttirsida bo'layotgan turmush so'roqchiligini ko'rdi. Ras, tartgan deshivarchiligi oz emas. Shundaq turug'liq ular o'z taqdirini o'ylamay, onalarini deb qaytib keldi. Ammo onalar ularni o'yladimi? Yo'q, o'ylash emas, balki o'zlarining past orzu-havaslari yo'lida qurbonlik qo'y qilishdi. Ko'nlarda ota-ona baxt yasamaydi, taxt yasaydi degan gap bor-ku. Bu to'yni qilib uydan iborat taxtga o'ltirg'izib qo'yadi deganlik. Baxtni bo'lsa, qiz-o'g'illar o'zlari ajr qilib izlab topadi. Mana xulos kalam nim bo'ldi. Anzar ham Gulbonimlar bir yillik er-xotinlar bo'lib qoldi. Bumi ming bir mushkulat ichida qo'lga kelgan vaqtlik omad. Shunday ekan, nima uchun bir necha yil, hatto mangulik bo'lsa-mu baxtga erishishni o'ylamaydi? Bu ishlar Abdusamadning kallasidan o'tmaydi. Faqat nima uchun ular jur'atlik emasdi degan savolni ko'nglini g'ash qilib o'ylaydi. Abdusamad ishga o'tirdi bo'lgan jidal g'o'g'alarni ko'rdi. Onasining qasamlarini angladi. Shundaq turug'liq u tap tortmay, oldi orqasiga qaramay, chiroy tatarmay, Davlatbog' mahallasidagi taranchi qizi Ro'shangulga taqdirini bog'lab qo'ydi. Onasi aksining beshiga solgan baloyi ofatlarni uning beshiga solmasmi? O'liman, o'chiman deb ushuqliq, ko'kamilik, o'ktamlik qilmasmi? Qiladi. Lekin Abdusamad qo'rqmaydi. Uningda ana shundoq o'ziga ishonish shijoati bor. U faqat vaqt soatning pishib yetilishini kutyotdi. Vaqtana-vaq yetib kelganda har qanday besim, qo'rqitish, ochiqlash, taltayoq uning irodasini so'ndira olmaydi. U ko'krak kerib, jarastonda o'z gapini qiladi. Qiziq gap kim ayta oladi? Muattarxonning hayot chirig'i o'chmaydi deb. Kimlar ketmagan bu dunyoni tashlab ketishdi xavri bo'ldimi? Yoki yer odam yeb to'yibdimi? Amdi onasi uni o'z kechiga kirgizib qo'yib, xotirjam ko'z yumg'ini bilan Abdusamadning kunlari xotirjam o'tarmi? Uning yegindan yemigini ko'p, kiyganidan kiymigini ko'p, ko'rgandan ko'rmigini ko'p, o'ynaganidan o'ynamagani to'la. Shundaq kelgus kunlar uni saqlab turibdi. Och saxovatlik kunlarga o'zi yaxshi ko'rgan, dilidan ta'xirsiz so'ygan yurak parisi mahbubisi bilan billi borsa, billi yashsa, billi kulsa, ular uchun do'zax jannatga aylanmamdi. To'g'ri, do'zax azobidagi deshvorchiliklar uchquncha bilinmas. Abdusamadning onam Ne'matjon bilan to'y qilsa, bek payzi bo'ladi deganini o'qirmanlar obdan tushunadi. O chaqda Muattarxonning og'zi etiladi. Bo'lmasa bir o'g'il bola yosh onasini erga soya qilamdi. Bumi o'z baxtiga erishish uchun kirgan torchuq yo'l. Agar bu ish ro'yobga chiqmaganida Abdusamadga birli yo'l qoladi. U bo'lsa-mu partlab chiqish, pashni qiyiqib ketish, onadan kechish. Oshxona eshigi oldida xiyolga petib qolgan Abdusamad ko'z yumib ochqicha mahbubisi Ro'shangulning orqasidan qarab jahonni bir tasqab chiqdi. Agar qo'rmi qo'rvatgan aksi Abdusamad qiymisan deb varqirmagan bo'lsa, u o'rnida qachongacha turadi ekan?
Аңлаватқаныңlar Били Құттордан аңлатылыватқан авазлық әсәрләр сәхифесі. Қышқыча үйді машинчылық қылған Гүлбанымның қорсқи барғансыры көтірілмәкте еді. O, Әнзәр еліп бәрген машинды олтырып, пат-пат қорсқаны сылап қоятты. Yüz мәңзілерге мо қоңыр рәң дағылары түшкен болып, бұл анылық бешарет чечке еді. Апсы арылап келіп, ысықны әмәз, соғықны әмәз, иліман чырай білән. Сәндегі аламәтләге қарғанда қыз туғыдған оқшайсен, деп қоятты. Мәйлі қыз болсын, яғы оғыл, bu Gülbanım bilan Әнзәрнең кыскыгына хәсрәтлек мөхәббәтенең ятнамысы әлбәттә. Шуңа һәр ишкилесе хушал булышы, ата-ана булыштак улуглыкка наил булганыдан өзләрне җаһандагы иң бәхетлек адамлардан да билиш кирәк. Әмма хушаллыгы көндән-көнгә отка төшкән майдак иреп йокымакта иде. Gülbanımның курска йогынган сире ularga qandaqdır xavf, balayı qaza, yirtquch məxluq yaqinlashayotgandek chiroylarini andisha, vahima, qo'rqinish bosatdi. Ularning g'am bosgan yuzlaridan mushu bala bir kun bo'lsa keyin bo'lsa tug'ilmay mangu qo'rsaqda tursigan degan alomatlarni bilib olmoq ancha tas emas edi. Ularni bunchavala nagihon holatda qiynayotgani bir yillik so'rikli emas, balki har ikki onaning o'xshashmagan usulda balalarga keltirayotgan til ahonat, tanbih, xo'rliqlari, tugmas nasihatlari haddidan ziyoda ko'payib ketdi. Әнзәр bilan Gülbanım qaçqandan keyin Gülsümxonning Bayko'ldagi hadisi Sharifxon bir nech xotinini boshlab kelib, og'zini bo'lishig'ich qo'yib berib, singlisini ham Gülbanımni og'ziga kelganini deb tillab, to'yliq tovuqini g'alvarab ochiqib ketgan edi. Ular ko'rib qo'y, qizing buzuq, qaçqan bo'lsa, Odilga tirnoqni to'xtig'ida qisilib beramiz. degan so'zini amalda ko'rsatish uchun uzun o'tmayla o'g'lining ikkinchi juvon to'yini qilgan edi. Biroq Odil xotini bilan 3 oy uy tutoladi. Bir kuni aroq ichib kirib, shundoq dastlab chaylab urdiki, xotinining bir qo'li bilan ikki qo'vrug'isini sundirib atdi. Sharifxonning jaddi jamiyati sotqi birar oydek sotlashib, doktori puli, turmush rasxoti degandek bir munch to'lab ajrashtirdi. Endi Gulsumxon bo'lsa, tillasimi, ursimi o'z qerindishim degan aqida bilan qishicha Bayko'lga qataradi. Voy, hozir qizim Gulbanım bekmi pushaymon qildi. Faqat u bola tug'ib olguncha bu uyda turib ondan ajrashiman da'vatidi degandek yolg'on yo'q gaplar bilan o'shgan o'tlarni po'lab yondirmoqda edi. Gulsumxonning bunda ximirga yenib elishimi tasoddifiy emas edi. Arliqda Muattarxon kelib demigan atmigini qolmadi. U divoni qalandar, kuch supirdigan paskina degandek haqoratlarni yog'dirib atdi. Mana shuningdan boshlab jahli qatgan Gulsumxon Bayko'lga berib, buzilgan nikohni asliga keltirmoqchi bo'ldi. Bu ish Odilga muhli yoqdi. Odil bir qatim traktor zapchaslarini elish uchun shaharga kirib, cho'pcho'ngli bo'lib qolgan Gulbanımni ko'rib qoldi. Shuningdan tartib har qatim shaharga kirganda "Kichik opa, seni yo'qlab keldim" deb biror piyola qaymoq, suzma qatorliq narsalarni ko'tirib keladi. Ondan "Kichik opa, opam bilan bir qo'rsa qiyrindosh turib bir-biringlarni yo'qlashmaysizlar. Bo'lmasa, opam kundir sening gapingni qiladi. Qiyrindoshning qayoshi degan gap bor. Pat-pat Gulbanımni elib berib, mehmon bo'lib ket" degandek yog'lim gaplarni qilatdi-da, yog'och putini g'ijirlatib, dingos mangancha chiqib ketadi. Gulbanımni qochdi deb anglagan Odil necha kunlargacha xuddi ochiq yog' ichib olgan mo'zaydek tipirlab ketdi. Ham zodini unuta olmadi.
Şun o kichik apısının xəbiridən böləkçili xushal bo'lib, apısıga deganmi nima? Gulsumxon keyingi qatim chiqqanda Sharipxon: "Bo'pti, Adiljon balammo qizimning yuzsizligini ko'nglidan chiqarib etib, ajrashqich saqlaydigan bo'ldi", dedi. Bu javobdan xudini yo'qotgan Gulsumxon har qatim Gulbanumni yo'qlab kelganda hadis Sharipxonning oilasini Remotchi Hodil piyanchukni maqtab og'asiridan ko'p qaynab ketadi. Voy xudoyim, 6 avustiki nasllik qolalardan ikkisi yer sog'id ekan. Sut qaymoq degan talqon to'kdigan ishchamsa yo'q. Adam qizi bilan kichik kelinning uylariga atdiganda bo'ri ko'radan sut sulib beradi ekan. Uylarda tog'ar oshliq, omborlarda sayko'k totdigan zapas, qo'ylari ma'rishib turgan, ishtlari qovab, to'xtomalar qoqoqlashib degandek alvashchilik. Texi Odiljonning dukkini oldida mashina, traktor, velosipedlar düyünib ketgan. Pulni suvda xajaydi ekan. Gulbanum bu gaplarning o'ranidan opsining nima demoqchi, qanday g'arizi borligini bilmamdi. Albatta biladi. Biroq u sukut qilib anglaydi. Qo'risqa yo'g'nab, o'zi eg'irlashib, nafasiri cho'nqirlashgandan beri uningda bu chaqich ko'rilmagan tamkinlik, eg'ir besiqlik, salmoqliq alomatlari paydo bo'ldi. Shundaqdimi, sabr toqatning cheki bo'ladi. Chidab, tashma bir kuni vaqtida yeriladi degan gap bor. Apsi to'la azdaylab ketgan kunlarning birida Gulbanum birdili chechilib qoldi. "Apa, mening oldimda boshqa erlarning gapini qilma. Men degan erlik ayol." Gulbanum sulkat qilib o'ltirmadi. "Endi qayta erga tegmayman. Anzar bilan o'tkinim o'tgan. Sen boshqalarni maqtab ko'tirib o'tgan bilan paytimni olmayman. G'ayrib mo'yim tavratni qo'ymaydi. Sen qilgan lavzingdan yenib olmoqchimi, ha? 1 yillik va'da bilan bola yerga tushib olg'ich uy tutaman demaganmiding?" Gulsumxon chalvaqab ketdi. "Sen mening yuzimni po'q qilmoqchimi? Adam qilgan rasvochiliklarni ko'ngliga olmay, kelin qilib olmoqchi bo'libsa, Odiljon sen saqlab tursa, endi yana nimaga tilingni chaynaysan? To'g'ri, men Anzar bilan to'y qila olmasligimdan ansirab shundoq degan. Endi to'y qilib oldimmi, hargiz ajrashmayman. Po'q yetsan. Eliq qoshqo'li xotinning o'tganda o'ylig'i besib kirib solgan xo'rliq, iflos haqoratini unutib qoldingmi? Qani, vaqtini vaqt kelsin, qandoq ajrashtirib etmayman kim?" Gulsumxon g'azbini bosolmadi. "O haqi nimani shayda bo'lib ketding kimton? Anzar degan o'g'ri issiqlik qilib seni o'ziga ram qilib olganligi aniqla turmamdi. O haq o'qitgan daxanni menmi topa olayman? Shundoq o'qitayki, erimni ko'rsam, nijozatni ko'rgandek saskinib ketadigan bo'lasan." "Apa, bu osonligi. Sen daxan izlab avori bo'lg'icha." Gulbanum zardisi bilan kuldi. "Ava, hada degan araqkashga deb qo'ysang, shuli issiqlik qilib olsa bo'lmamdi. Men o'z oyog'im bilan uni uyiga berib olsam." "Sen texi meni masxir qilg'idek bo'ldingmi? Vujjuvoy nimak?" Gulsumxon gapining oxirini tushira olmadi. Gulbanum qo'rsqini tutgancha chiroyi sarg'ayib, tikish mashinasining ustida yetib qoldi. Uning qo'rsqi mujib bala qattiq tavrab ketgan edi. Qo'rqib ketgan Gulsumxon birdamdala choy damlab ichirdi. Qizini karvatga yotqizib, qo'rsoq putlarini silab, chekinlarini o'vladi. Bir chaqdala pamlid ko'zini ochgan Gulbanum zaif kulimsirab: "Rahmat opa, sizning qo'llaringizda bir xil sehrli xislat bor. Shunda huzurlandim. Tova. Yep-yenekli bo'lib qoldim desa?" dedi. "Voy qizim, seni o'ylamaydigan biror kunimmi yo'q.
Gulsumxonning kayfi o'rniga tushib, asta so'zlashga boshladi. Men sendan nurg'un ishlarni yo'shirib keldim. Heliqi Muattarxon degan xotin meni do'shkalab, ishni qo'lg'andek salgan xo'rliqlarini meni jin olavasdi. Seni o'g'limni ozdirgan buzuq, rasva, xunijin deb tilg'anlarni deganim yo'q. To'g'ri, sening homildor bo'lib qolganliging ma'lum bo'lganda Anaytullo akamning nasihatlarini, Abdusamatning Xudoning irodasi degan so'zlarini anglab, bo'ptila, osmonga mahqiq nima qilay degan o'yga kelgan edim. Ammo chavak ikki qo'ldan chiqadigan qizim Muattarxonning peshamliklari, g'alvorab kelib til selishlari meni g'afil uyqudan uyg'otdi. Zodi seni ajrashtirib etmasam, umr voqi ko'ngil og'rig'idan qutulolmaydi ekanmiz. Senni zo'rlab tangan e'tiborsiz kelin bo'lib qoladi ekansan. O'ylab ko'r, oramizda mana shunday qoyonimiz, izzat hurmat qolmagan tursa, men ular bilan qandoqmi tuqqandochilik qilay? Gulsumxon o'nkirak etib yig'ladi. Uning qandoqmi tuqqandochilik qilay degan so'zi Gulbanimni o'ylantirib qo'ydi. Albatta, Anzar bilan bir uyda o'tirgan ekan, hech oyam ro'zlarda ota-onani yo'qlaydigan gap. Qudalar o'zaro heytlashib, ta'tilishib izdishadigan qoida usullarimi bor. Bo'libmi, o'lim yetim nazar chiroqlarda halang nechuk demagan tuqqanni musulmon degani bo'lamdi. Endi qechib ketib, ko'zdan yo'qolsig'u uning yo'li boshqa. Lekin ko'ni aqidalarni muqaddas biladigan bu ikki oq ko'ngil, bag'ri yumshoq er-xotinlar onalaridan uzoq muddat ayrilishga yurak chidarmi? Oldingi qitimmi sahroda onalaridan ansirishib, seg'inib 40 kun bo'lg'icha yenib kelishmaganmidi? Endi buningdan boshqa chiqish yo'li yo'qmidi? Aholi komitetiga yoki qonunga borsa, bu jahil onalar daryoga o'zimni tashlayman, esilib o'lib berman deb qo'rqitib olsa, nishni degili bo'lmaydi. Jahillik, manmanlik, yurtvozlik qiyniga singib ketgan bu xotinlar yuz obro'yini saqlab qolish uchun bo'lsa-mu, jinini selib berishi mumkin. Gulsumxon qizini yo'qlagan bo'lib har kelganida mushundaq besimlarni ishiltib Gulbanimni beorom qilayotgan kunlarda Muattarxonmi Anzarga 40 yenich tegib, bir gipi mig', bir gipi zix bo'lib sanjilatdi. "Hey, g'o'ljilikning yalqiga dum tushgan lolma!" deydi Muattarxon Anzarning yuziga. "Heliqa olvasdi, tug'ay dedima? Hajabni tushmas ketdi u shum." Yavaş Anzar undamaydi. Faqat o'z ish bilan mashg'ul bo'lib, anglamasdi salatdi. Dardini ichiga yutib, onasiga so'z yondirmaydi. U gap qilmay qancha jimib olgan siri Muattarxon teximi azvaylab ketadi. U barmoqlarini pukib sanab, "Yana 2 oyda qopdi. U betalay shum tug'ilsa, onasiga buyurishi aniq. So'g'uq zalli xotining bilan ov divoni qeri har oyda beqishaq qilib bizni o'ngayda aplaydigan bo'ldi-da," deb ko'zlarini bir qismini chekchaytib qo'yadi. Anzar sahrodan qaytib kelgandan beri yolg'on ustamni ketkizib etib, aka inishkisi oshxonning tamoq etish, qo'rimi tayyorlash ishlarini qiladi. Sabohat bilan Gulnisa ishkisi tamoq to'shish, jo'zi surtish, qochquchlarni yuvishdek mulozim edi. Ba'zida aka inishkisining biri mulozimlarga yordamlashatdi. Muattarxon bo'lsa, eshik tuyiga qo'yib qo'yilgan ustalda o'ltirib pul yig'atdi. Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.